Diqqat, xalqqa shoshilinch xabar. O'zbekiston fuqarolari Yangi yil bayramida ketma-ket 4 kun. Barcha ogoh bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar tezroq boshqalar ham xabardor bo'lishi uchun video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling, Yangi yilda 4 kunlik dam olish kuni bo'lishi mumkin. Aytishlaricha, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vaziri huzuridagi Yangi yil bayramida ketma-ket 4 kun dam olish bo'yicha taklif kiritilgan. Hozirda 31 dekabr, 2 va 3 yanvar ish kunlari hisoblanadi. Agar tashabbus qo'llab-quvvatlansa, fuqarolar uchun uzoq dam olish kuni taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yili Yangi yil bayramida 5 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar ketma-ket 6 kun, 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar esa 5 kun dam olish imkoniyatiga ega bo'lgan edi, deyiladi ma'lumotda. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi fuqarolarga 16 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qor yog'adi ba'zi joylarda, tuman tushishi ham mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Kechga borib ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin. Ayrim joylarda esa tuman tushadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilingan. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.